Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darsimizda oddiy jadvallar ko'rdik. Endi bugun murakkab jadvallar tanib chiqamiz. Yani murakkab jadvallar mana bu yerda namunalar berilgan. Mana bu oddiyroq murakkab jadval. Bunisi ham shunga o'xshagan. Bunisi salcha murakkabroq bo'lgan jadval va bunisi ham ancha murakkab. Demak, men shulardan ikkitasini namuna qilib ko'rsatib beraman, qolgani sizlarga vazifa bo'ladi. Demak, shuni namuna qilib ko'rsatib beraman jadvallarda qanday qilishni. O'zimizda HTML faylimizga o'tamiz va bu yerda buni live serverda ochib olaman. Mana live serverda ochib oldim. Shu yerda demak davom ettiramiz. Demak, bu jadvalda qilamiz birgalikda. Buni boshiga olib olaman. Demak, boshlaymiz. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda demak jadval katta emas, kichkina qatorni olsak, demak bu birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi va to'rtinchi qator, to'rtta qatordan iborat ekan. Demak, birinchi avvalambor table tegini ochib olamiz. Table va shu yerda bir yo'la border deb bunga ramka uchun bir raqam bir berib qo'yamiz xonaligi. Bu yerda demak t-head keladi, jadvalning boshi va buning ichida tr keladi. Qator. Va th keladi birinchisi. Bu thda hech narsa yozmaymiz, ya'ni buni bo'sh joy uchun. Yana bitta th ochamiz, bu average degan yozuvni yozish uchun. Bundan keyingi thimizga buni red eyes deb yozamiz. Birinchi qatorimiz bo'ldi. Endi ikkinchi qatorimiz bu. Buni height bilan weight deb yozamiz. Demak, ikkinchi trni pastdan tr deb ochaman. Va buning ichida yana th ikkita keladi. Birinchisi mana height va weight deb yozamiz. Endi natijaga o'tamiz. Natijasi mana bunaqangi holat. Endi bularga biz ya'ni bularni bunaqangi holatga olib kelish kerak. Ya'ni bular e'tibor bergan bo'lsalar, mana bo'sh joyimiz bo'yiga ikkita katakka teng. Ya'ni bo'yiga mana birinchi va ikkinchi qatorda egallagan. Demak, bo'yiga kataklarni egallash uchun shu bo'sh katagimizga biz bo'yiga berish uchun row span degan atributdan foydalanamiz. Ya'ni nechta bo'yiga katagini egallashni ikkita bo'lgancha ikki raqamni yozaman. Natijaga o'tamiz. Mana hozir hech narsa yo'qligi uchun shunaqa ko'rinyapti. Men bu yerga biror nima AB deb yozsam, mana bo'yiga ikkita joyda egallayapti. Keyingisini ko'rsak, average. Average endi eniga egallagan ekan. Mana, ya'ni gorizontal holatda, uni height bilan weight ekan. Ya'ni ikkita katakka teng. Endi eniga bo'lgan holatlarda biz call span degan atributni ishlatamiz. Call span deyman. Ikki raqamni yozaman va loyihaga o'tamiz. Mana average, mana height bilan weight joyini egalladi. Va uchinchisi mana red eyes ham xuddi bo'sh katakka o'xshab bo'yiga ikkita joyda egallagan. Demak, bo'yiga qilish uchun xuddi tepadagiga o'xshab bunga ham atribut yozib qo'yamiz. Ochuvchidagidan keyin row span deb yozamiz. Row span deymanda ikki raqamni yozaman. Mana bo'ldi. Mana bo'ldi. Demak, birinchi qatorimiz ham bo'ldi, ikkinchi qatorimiz ham bo'ldi. Endi pastdagi mails va daniylarni ma'lumotlari kirsak bo'ldi. Endi t-head tegini yopib, bu yerdan pastdan buni t-body tegini yozib ketamiz. Va yana tr yangi qator uchun va th deb yozaman mailsni. Mails va keyingi ma'lumotlarni td tegida yozib ketiraman. Ya'ni 1.9 keyingisi bilan 3 va 40% deyman. Loyihaga o'taman, mana chiqdi. Endi mana bu A bilan bo'sh ketaydi, o'chirib yuborsam ham bo'ladi. Mana bizda ham xush holat ko'rinyapti. Keyingi qatorda females. Yangi t-body ichida yangi tr yana, uning ichida yana th, females deb yozamiz va pastdan td bu yerga endi 1.7 va buni pastidan 0.2 va 43% deyman. 43%. Loyihaga o'taman, mana bizniki bilan bir xilda bo'ldi. Endi bizda buni jadvalimizni sarlavhasi bor ekan, test table degan. Buning uchun jadval sarlavhasini table borderdan keyin caption degan o'zini tagida yozib qo'yamiz. Caption test table deb caption ichida yozib qo'yamiz, mana nomi chiqdi. Endi bu sal qiyshiqroq yozilgan ekan, yotiqroq. Buni biz i yoki m tegini ichiga yozib qo'ysak ham bo'laveradi. I deyman. Mana. Va keyingisi red eyes ko'rsak, eye so'zi pastda ekan red bilan. Ya'ni
Ikkalasi ikki qatorda ekan. Buning uchun reddan keyin isdan keyin orasiga br degani yozib qo'ysak, mana bizni o'tish holati. Endi jadvalimiz bu kengroq bizniki kichikroq, bunisi muhim emas. Asosiysi biz kattalarni chiqarib oldik. Men birinchi jadvalimiz mana Cosper, Rosperlarni ko'rdik. Endi keyingi jadvalimizni ko'ramiz. Buni HR deb tuzatib yuboraman. Keyingi bu jadval qildim. Endi buni jadval bu yerda berilgan mana buni jadvalim sizlarga vazifa bo'ladi. Bu yerda T-body deb yozaverasizlar. Bu yerda mana TD'da hammasi T ishlatilmagan ekan. Bunga row span 2, bunga call span berasizlar 3. Juda oson. Keyingi jadvalimiz bu. Xuddi shuni hozir birgalikda qilamiz. Demak, buni ekranni kichikroq qo'yaman. Demak, bu yerda yana table ochamiz. Table. Yana bu yerda T-head. T-head. Va uning ichida yana TR. Ichida yana TH keladi. Birinchisi mana heading. Heading yozamiz. Bundan keyingisi students degan yozuv. Students. Bundan keyingisi details. Mana. 3ta qatorda mana bu heading, students, details yozdim. Va table'ga bir yo'la border deb bir berib qo'yamiz. Qiymat sifati atributiga, ya'ni ramkasini chiqarib beradi bizga. Endi bitta qator bo'ldi. Endi ikkinchi qator, ya'ni ID, name, department, roll number. Bir yo'la ko'rib ketamiz, ya'ni headingga e'tibor bersak, bo'yiga ikkita joyda egallagan, ikkita ketadi. Ya'ni bo'yiga bo'lsa, hozir ko'rdik, bunga row span beraman, 2 raqamni berib beraman. Va details ko'rsak, eniga 1, 2, 3 ta katta teng. Ya'ni bunga eniga bo'lgani uchun call span beramiz, 3 raqamni beramiz. Va natijaga o'tsak, mana natijasi hozircha bilinmaydi. To'liq qilgandan keyin ko'rinadi. Endi ID, name, department, roll number yozamiz. Buning uchun yana yangi tr va uning ichida yana th turib, endi bunga ID, name, department va pastidan roll number deb yozamiz. Va loyihamizga o'tamiz. Loyihamiz esa mana heading bo'yiga ikkita joy degan, details mana uzun bo'lib turibdi, 3 ta katta degan va ID past turibdi. Keyingisi endi pastdamiz. Students endi bu jadvalda tanasi bo'lgani uchun buni T-body deb yozamiz. T tashqarisiga chiqib, endi T-body degan tegishda yozish boshlaydi. Demak, ya'ni TR yoziladi va birinchisi TD bo'ladi va birinchisiga bu student list deb yozamiz. Mana buni chap tarafda buni bo'yiga turgan student list yozib. Endi undan keyin yana pastda TD keladi. Bu yerga bir raqam tushadi. Undan keyingi TDga Victor tushadi. Undan keyingi TDga mana computer science tushadi. Science. Va undan keyingisiga 1 2 3 4 5 telefon raqami ekan. 1 2 3 4 5. Demak, buni natijasini ko'ramiz. Ko'rsak mana hammasi to'g'ri kelyapti. Endi keyingisi buni 2 student list keyingisiga mana tr dan chiqib yana tr ochaman, yangi qator. Va yana TD qilaman. Bu yerga endi student list yozilmaydi, chunki student listimiz bo'yiga 1 2 3 4 ta kattaga egallagan. Shuning uchun 2 deb yozib ketiladi. Demak, keyingisi 2, ismiga mana William, undan keyin mana faniga mana electronics va telefon raqami 2 3 4 5 6. Natijani ko'ramiz. Endi mana natijani buzilib ketdi, chunki bu yoqqa o'tib ketibdi. Student listga biz hali row span bermadik. Mana row span 1 2 3 4, ya'ni bo'yiga bo'lgani uchun bunga row span berib qo'ysak to'g'rilanib qoladi. Row span 4 beraman, chunki 4 ta qatorga teng. Ko'ramiz, mana bo'ldi. Qolganlarini ham xuddi shunday qilib 3 4 qilib yozib chiqsak bo'ldi. Yana yangi tr ochaman. T-bodydan chiqib ketmaysizlar. TD ochiladi. Endi bunga 3 raqam. 3 dan keyin mana Harry, undan keyin electrical va telefon raqami. Va yana yangi tr, yana TD. Endi bunga 4 raqam tushadi. Rick, civil va 4 5 6 7 8. Natijani ko'ramiz. Mana natijamiz bir xilda. Va mana shu murakkab jadval hisoblanadi, ya'ni row span, call span qilib ishlatiladi. Demak, mavzu tushunarli bo'lsa
a, murakkab jadvallarni ko'rib chiqdik. Ya'ni col-span eniga birlashtiradi, row span bo'yiga birlashtirib beradi bizga. Col-span bilan row span'da farqi shu. Ya'ni agar eniga kataylar birlashtirmasdan col-spandan, bo'yiga bo'lsa row spandan foydalanasizlar. Bu vazifa sizlarga mana murakkab jadval. Bu yerda bo'sh kataylarga hech narsa yozilmaydi. Shunchaki TD yoki TH ochib qo'yasizlar. Bu yerda mana bunga col-span berilgan mana 1, 2, 3. Bunga ham col-span berilgan 1, 2, 3, 4 berilgan. Bunga ham col-span berilgan. Bunga row span berilgan. Bunga row span berilgan. Bunga col-span mana col-span, row span, col-span, row span qilib siz zo'r loyihamiz. Shuni qilsalaring ancha mustahkamlab olasizlar va keyingi ko'rsatadigan mavzuyim bu nested table deyiladi. İçmik jadval. Nested table jadvalni ichida jadval kelishi ham mumkin. Jadval ichida jadval. Mana bunda jadval ichida jadval kelyapti. Yoki bo'lmasa mana pastda ko'rsak mana jadvalni ichida kichkina jadval. Ochaman mana jadval ichida jadval. Shuni hozir birgalikda qilib shuni ko'rsatib beraman. Ya'ni jadval ichida jadval qilish qanday bo'ladi? Bu jadvalni demak hozir qilgan jadvalimda buni ham yopaman. Pastdan demak HR yana pastdan demak table deb ochamiz. Table yana endi bu yerda tbody deb ochaveraman chunki t-head yo'q ekan, asosiy tbody ekan va bunga border berib qo'yaman. 1 va tbody esa tr keladi. E'tibor bersa bu yerda ikki qator bor ekan xolos. Table 1, table 1. Hammasi table 1 nomi ekan. Demak, uning ichida td yana table 1. Shundan ikkita va past ham xuddi shunday. Yana tr, yana td, yana shu table 1. Natijani ko'ramiz. Mana natijamiz mana bizda shu ikkita bir xil. Endi mana o'ng tarafda table 1 desa, table 2 da mana ikkita shunga o'xshagan ichmik jadval bor ekan. Buning uchun bu tepadagi table 1 ga birdan keyin kursorni qo'yib, interval pastga tushib, yana table degan tegi ochiladi. Yana ichidan yana tbody hozirga o'xshab, uning ichida yana tr, uning ichida yana td qilib ochiladi. Endi bu table 2 bo'lar ekan. Bunisi ham 2. Yana pastdan yana tr ochib, endi yana bu td, yana table 2 da yana 2 ekan. Yana table 2 deb turib 2 ta qo'yib qo'yamiz. Bunday table raqami so'zimiz hozir mana bo'ldi. Va uni ichidagi jadvalga ham yana border deb yozib qo'yishimiz kerak. Va natijaga o'tamiz. Mana jadval ichida yana jadval kelyapti. Buni ajratib olish uchun mana table birdan keyin bu yerga br tegini qo'ysalar mana sal ajratib beradi. Mana pastroqqa tushirib va brdan bu tabledan keyin ham xuddi shuni yozib qo'yamiz. Yana mana jadval, asosiy jadval bu. Buning ichida mana yana kichkina jadval kelyapti. Shu jadvalning ichida jadval nested table deb ataladi. Ya'ni nested table'lar ham qiyin emas. Ya'ni qaysi td yoki qaysi test ichida bo'lsa, shu so'zdan keyin yana table'da xuddi narigi jadvalga o'xshab ochib ketilaveradi. Demak, bugungi mavzuda men murakkab jadvallarni ko'rib chiqdik. Murakkab jadvallar va nested jadval, ya'ni ichmik jadvallarni ko'rib chiqdik. Demak, sizlarga vazifa bo'ladi. Mana bu yerda nested table berilgan. Bu yerda ham col-span, ham row span, ham nested table ishlatilgan. Ya'ni bu yerda prinsip bu qatorda hech qanday col-span, row span yo'q. Bu qatorda demak, bu row 2 nested table 1 da row span berilgan 2 va buning ichida yana table ochilgan. Mana hozirga o'xshab mana table 1 degandan keyin interval pastga tushib, yana table ochib, xuddi shuni yozib ketaverasizlar. Keyingi qatorda bunda mana xuddi shunday ham mana table 2 dan keyin joy tashlab, table deb yangi ichidan kichkina table ochib ketaverasizlar. Bunda hech narsa berilmagan. Bunga row span berilgan. Bunga ham row span berilgan 2. Buni uchalasi oddiy yozilgan va pastdagi row 5 ga 1, 2, 3 deb col span berilgan 5. Va shuni o'zlaring mustaqil qilib, yaxshilab mustahkamlasalar, jadval mavzularimiz shulardan iborat. Asosiy oddiy jadval, murakkab jadval va ichmik jadvallarni ko'rib chiqdik. Keyingi darslarimizdan format, ya'ni form degilarini ko'rish boshlanib, form elementlari ro'yxatdan o'tish, registratsiya qilish, shu mavzularni ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi dars tushunarli bo'lgan bo'lsa hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.